Har bir deputatning o'ziga biriktirgan hudud aholisi bilan doimiy muloqotda bo'lishi, ularning muammo va takliflarini o'rganishi nafaqat mavjud kamchiliklarning tez yechim topishiga, balki xalq ishonchini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Surxondaryo saylov okrugidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputatlar 3 kun davomida Jo'raqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Denov tumanlarida bo'lib, hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar hamda aholi turmushini yaxshilashga qaratilgan loyihalar bilan tanishdi. Denov tumanidagi o'rganishlar sanoatchilik mahallasidan boshlandi. Bu yerdan mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan umumxalq hashari obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishildi. Mahalla ko'chalarini yanada obod va fayzli maskanga aylantirish borasidagi sa'y-harakatlar e'tirof etildi. Shundan so'ng deputatlar aholi xonadonlarida bo'lib, fuqarolarning yashash sharoitlari bilan yaqindan tanishib, ularning holidan xabar oldi. Chehrasi kulgan nuroniylar yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va el osoyishtaligi uchun duoga qo'l ochdilar. Hududda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan o'z xonadonida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan ishbilarmonlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Uchrashuv davomida mavjud muammolar tinglanib, ularni bartaraf etish yuzasidan taklif va tashabbuslar bildirildi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan fuqaroning xonadoniga oziq-ovqat mahsulotlari olib borilib, prezidentimizning salomlari va bayram tabriklari yetkazildi. Prezidentimizning vakillari kelib, bugun holimizdan xabar olishdi. Rahmat hammalariga, tinchlik, sog'lik deb bersin Allohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Kelganlaring uchun katta rahmat. Aholini qiynayotgan muammolarni o'rganish maqsadida Denov tuman xalq qabulxonasida fuqarolar qabuli o'tkazildi. Murojaatlar atroflicha o'rganilib, ularning yechimi yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Bugun aholi ko'chalariga gullar ekilgan, rayhonlar ufurib turgan ko'chalarda obodonlashtirish, birlashib turib, hashar qilib, o'zlari kelayotgan mana shu 35 yillik to'yga to'yona qilib, o'zlariga juda chiroyli sharoitlarni yaratishmoqda. Bunda esa yana bir bor tuman hokimlari, rahbariyat hammasi mahallada yuribdi. Yana ham bir bizlarga katta imkoniyat berilgani xalq vakillari va jamoatchilik o'rtasidagi tizimli ishlarni amalga oshirishda o'sha tashabbusli byudjet loyihalarida deputat tanlovi tashkil etilganida, shu o'tgan mavsumdagi biz g'olib qilgan joylarni chekka hududlarga borib ko'rdik. O'sha men borgan Qumqo'rg'on tumani juda chekka Bobolochi mahallasida juda katta 20 yillik suv muammosi hal bo'lyapti. Bu albatta bu islohotlarimizni Kun yakunda xalq deputatlari Denov tuman kengashi vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish choralari muhokama qilinib, mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi. Surxondaryoga 10 yil avval kirib kelgandagi o'sha muhit bilan hozirga kirib kelgandagi bu kayfiyat, bu poytaxtni eslatib turuvchi baland binolar, bundaqa inshootlar, suvlar, bu To'palang daryosidan to'g'ridan-to'g'ri olib kelingan tiniq suvlar, yo'l infratuzilmalari, bular hammasi uchun faqat shukronalik aytish kerak. Deputatlarning joylardagi ochiq muloqotlari aholi muammolarini o'z vaqtida aniqlash, ularni hal etish hamda xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.